Mana ko'rib turganingdek ikkita qaynoq suv. Undagi mis tangalarni kim birinchi olib chiqsa, o'sha yutadi. Yog' shunchalik qaynoqki, kim qo'lini solsa, terisi shilinib tushadi. To'g'ri, bu juda xavfli. Agar qo'rqayotgan bo'lsang mayli. Bu safar yutqazsang, hisob tenglashadi, to'g'rimi? Nega endi men taslim bo'lishim kerak? Men buni olib chiqa olaman, hattoki qo'limga zarar ham yetmaydi. Qani qochinglarchi? Shoshma. Bu meniki. Bu ikki yo'q tovoqlari ikki xilmi? Unda emas. Unda yaxshi. Avval men buni qilaman. Bunga qaranglar. Xo'sh, Janobli rostdan ham osmondan tushgan iloh. Ha, to'g'ri. qo'ysanglarchi, men hech qanaqa iloh emasman, oddiy odamman. Bu idishda nimadir noto'g'ri. Nima? Ular aldashdimi? Ko'raylikchi. Qo'lim kuymadi. Bu esa yo'q. Yolg'onchilar. Buni sizdan so'rasam bo'ladimi? Bu qanday hiyla? Bu juda oddiy. Qozon eski sirka bilan to'ldirilgan. Sirkani esa qaynash harorati 40 gradus. Agar u qizdirilsa, xuddi qaynayotgandek pufakchalar chiqadi. Bu esa shunchaki iliq suv. Demak, shunday ekanda. Yog' o'rniga sirka ishlatish bu qanday ayyorona hiyla? Liaka, bu biz yutdik degani. Unda bu malika sizni cho'ringiz bo'lishini anglatadi, to'g'rimi? Liaka, u sizni cho'ringiz bo'lganidan keyin bizga bir stakan vino quyib berishini so'rang. Biz ham uni xizmatidan bir rohatlanishimiz kerak, a? Qaddingizdan oshmang. Qaddingizdan oshmang. U sizni qulingiz bo'lishi aslo mumkin emas. Nega endi yo'q? Biz axir garovlashgandik va bu garovda men yutib chiqdim. Mayli shoshma. Yutqizganimiz aniq. Janobli bilimdon. Shuning uchun yutqazganim ajablanarli emas. Endi sizning xizmatingizda bo'laman. Siz kabi bilimdon inson biz tomonga o'tsa, men o'z huquqimdan foydalanib sizni albatta mehmon qilaman. Bunga ishonishingiz mumkin. Albatta xizmat qilaman. Naqadar ayyorona reja. Bu gaplaring bilan men ketganimdan so'ng bu yoqda isyon ko'tarasan. Shunaqami? Albatta shunaqa. Oddiy usullar senga ta'sir qilmas ekan. Mayli yutqazgan bo'lsam ham, meni bu yerda olib qola olaman deb o'ylayapsanmi? Meni ketishim uchun nima so'raysizlar? Nima bo'lishidan qat'iy nazar men va'da beraman. Men ham usta va'dasida turishga ishonaman va 3 yil bizni bezovta qilmaysiz. Bu tabiiy. Buni bajaraman. Unda usta bilan xayrlashaman. Voy, endi men ketyapman-ku. Sen kichkina iblischa. Yaxshilab eshitib ol. Men shimoliy darvozaga borib, hali o'zim seni olib qaytaman. Qo'y qariya, seni kutib qolaman. Janobli, sizga jabr bo'ldi. Bunga achinaman, lekin shimoliy barbarlar bilan kurashish bu oson ish emas. Mendan xavotir olmang. Kun kelib hali ularni qaytarib olamiz. Lekin janob, shimoliy barbarlar juda ham ayyor. Agar ularni gapiga quloq solishda davom etsak, yaxshi narsa bo'lmaydi. Men buni bilaman, lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, imperator askarlari kelguncha biz ularni ushlab turishimiz kerak. Shahar aholisini olib chiqish kerak. Yuan armiyasi bu yerga kelmaydi. Nima? Nima? Bu nima deganing? Janob, rostini aytsam, biz yolg'iz qolishimiz kerak. Hammangiz xonani tark eting. Janob. Janob, siz imperator saroyidan emasmisiz? Yo'q, bunday emas. Men tasodifan bir generalni qutqarib qoldim. U shunday dediki, bu narsani sizga berishimni aytdi.
Bu qirolchining nefrit tumori. Bu tumorni ko'rish qirolni ko'rish bilan barobar. Qo'lingiz qansiya va xizmatingizga tayyor. O'rningizdan turing. Nima? Yintay aka qurolmi? U axir otasini 5-darajali ofitser degan edi-ku. Shuning uchun u qiy qiroli uchun ishlashi kerak. Bu rostdan ham Chishohning shaxsiy nefriti. Aytingchi janob, uni jarohati qanday? Hozircha u menga aytdiki, bizning armiyada ayg'oqchi bor. Shuning uchun men uni oshkor qila olmayman. Faqatgina sizga yordam kuchi kela olmasligini ayta olaman xolos. Nima? Bu xudoni Yozu shahrini yo'q qilish irodasimi? General! Janob, Shimoliy barbarlar 100 ming qo'shin to'plab shaharga hujum qilmoqchi. Nima deding? Nima? Bu qanday bo'lishi mumkin? Axir ularning ustasi endigina ketmadimi? Mening fikrimcha, ular allaqachon Yozu shahriga hujum qilishni rejalashtirishyapti. Ular bergan 3 ta savol esa bizni shunchaki sinab ko'rish edi. Agar biz kuchli bo'lsak, ular chekinishi mumkin. Ular bizni holatimiz haqida bilib olishdi. Men hamma narsa uchun o'zimni ayblayman. Men Yozu shahri aholisiga zarar yetkazdim. Endi men odamlar oldida qanday javob beraman? Janob, iltimos o'zingizda bo'ling. Faqatgina o'zingizda bo'lsangizgina shaharni himoya qila olasiz. To'g'ri, men xotirjam bo'lishim kerak. Janob, siz menga yordam bering. Janob, siz menga yordam bering. Xo'p bo'ladi janob. Qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman. Janobli, siz Shimoliy barbarlarning 3 ta sinovidan o'tdingiz. Siz juda iste'dodlisiz. Seoxan ham menga aytdi, 400 kiloli toshni ko'tarib, siz juda kuchlisiz. Odamlarni boshlab borib, ularga qarshi kurashing. Sharqqa 300 milya boring. Dinzou shahriga xat yetkazish uchun. 300 ming kishilik qo'shin orasidan o'tishim kerakmi? Ha? Men bir yashirin yo'lni bilaman. U yerni hech kim bilmaydi. Va siz u yerdan aniq chiqib keta olasiz. Siz Chishohning odamisiz, demak bizni odamsiz. Hozir lagerda xoin borligini siz ham bilasiz. Menda sizdan boshqa ishonchli odam yo'q. Xo'p janob, men buni qilishga va'da beraman. Sizni jamoangizda ishonchli odamlar bormi? Ha, men bilan komandir o'rinbosari bor. Unda yaxshi. Qani unda yo'lga tushing. Omad yor bo'lsin. Men Livanyan akaga o'zim va Yozu shahri nomidan minnatdorchilik bildiraman. Ey aka, siz Liam aka bir kunda g'oyib bo'lganini aytdingiz, nimadir bo'lganmikin?